Biz bir yaxshini qilmoqchi, ammo qilolmadik ma'lum sabablar tufayli. Ammo rost niyat qildik. Alloh subhanahu va taolo uningga qilgandek savob beradi. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizga naqadar mehribonligi va ko'mchiligini ko'rsatadi. Nima bilamsizlar? Bizga o'xshash zulmga uchragan kishilar bir kishilik yashasa bo'lmaydi. Va shundaqla bir kishilik ibodatni ado qilib, men farzlarni ado qildim deb o'ylab qolsa olmaydi. Allohning yaxshi ko'rishiga erishsak nima bo'ladi? Nima bo'lganligini Alloh ko'rsatib qo'ydi. Avliyo bo'lsak nima bo'lganligini bizga Alloh taolo ko'rsatib qo'ydi. Biz bugün yine şu Allah'ın rahmeti ve fazlan İmam Nevevi'ninki 40 hadis namlı kitabıdan 37. hadisini okuyumuz. Bizim bugün okuyduğun hadislerimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın bizge ne kadar kuyumca ekanligi, ne kadar bizge kengchilik bilan muomala qilganligini ko'rsatdi. Masalan, Allah Subhanahu ve Taala bizge bir yaxshilik qilsak, qanday muomala qilganligi, yomonlik qilsak qanday muomala qilganligi, bu muomalaning hammasida biz qilgan fazli ihsoni, rahmetining hammasidan qanday namoyon bo'lganligini ko'ramiz. Xo'sh, unda bo'lsa biz oldin hadisni o'qiylik, undan keyin شيء الأمائل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دن الله تبارك وتعالى مندق deganligini bayon qiladi. Ya'ni bu qanday hadis qudusiy. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq deydi: "İnnalloha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana zalik." Allah subhanahu va taolo yaxshiliklarni yozdi va yomonliklarni yozdi. Thumma bayyana zalik. Ondan keyin uni bayon qildi. Ya'ni Alloh taolo yaxshiliklarni taqdir qilib yozdi, yomonliklarni taqdir qilib yozdi. Ondan keyin uni ro'shan tafsiliy holda bayon qildi. Ya'ni nimaning yaxshilik, nimaning yomonlik ekanligini tafsiliy holda Qur'onda va yoki Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga vahiy qilish orqali hadislarda uni bayon qildi. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Qanday bir odam bir yaxshilikni niyat qilib, ya'ni bir yaxshilik qilay deb uni qilsa, katabahallohu indahu hasanatan kamila. Alloh subhanahu va taolo u odamga o'zining qashida to'liq bir yaxshilikni yozdi. Va in hamma biha fa'amilaha katabahallohu indahu 10 hasanatin ila 700 ضعف ila ad'afin kathira. Agar bir yaxshilikni niyat qilib uni qilsa, Alloh subhanahu va taolo u yaxshilik qarata 10 yaxshilikdan 700 va yoki undan qatma-qat yaxshilikni yozdi dedi. Demak, bir yaxshilikni niyat qilib uni qilsa 10 dan 700 hassa va yoki undan mo ko'p yaxshilikni Alloh subhanahu va taolo yozadi ekan. Va in hamma bi sayyi'atin, bir yomonlikni niyat qilib falam ya'malha, uni qilmasa, katabahallohu indahu hasanatan kamila. Bir yomonlikni qilay dedi, uni qilmadi, undan yandi, unga Alloh taolo bir yaxshilik yozadi. To'liq. Va in hamma biha fa'amilaha katabahallohu sayyi'atan wahida. Agar bir yomonlikni qilay deb niyat qildi va uni qildi, Alloh subhanahu va taolo uning qarta bir yomonlikni yozdi. Endi bu hadisni qanday Allohninki biz qilgan kengchiligi, rahmati chiqadi, biz buni sharhlaylik, ondan keyin texnik yaxshi tushunamiz. Deganimizdek, bu hadis Alloh subhanahu va taoloning biz qilgan rahmati va cheksiz shafqatini bayon qiladi. Qanday bayon qiladi? Qaraydigan bo'lsak, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda kimki bir yaxshilikni qilishni niyat qilib, ammo u ishni qilolmagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u kishining amal daftariga uning uchun to'liq bir yaxshilikni yozdiradi deydi. Biz bir yaxshini qilmoqchi, ammo qilolmadik ma'lum sabablar tufayli. Ama rost niyat qildik. Alloh subhanahu va taolo uningga qilgandek savob beradi. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizga naqadar mehribonligi va ko'mchiligini ko'rsatadi. Nima bilamsizlar? Chunki Alloh subhanahu va taologa kerakli bo'lgani, lozim bo'lgani bizning u ishlarni qilishimiz emas. Masalan, deylik, nurg'ulg'a ishlar bor. Allohga uning hech qanday bir foydasi yo'q. Muhim bo'lgani bizning qalbimizningki Allohning sevgisini deb, Allohning roziligini deb o ishni qilishimiz. Mana shu qalbimizdagi Allohga bo'lgan intilish, Allohdan qo'rqish, taqvolik Allohga yetadi. Shuning uchun biz qalbimizni haqiqiy, samimiy shaklda men falon ishni Alloh uchun qilay deb niyat qildik, ammo qilolmay qolgan bo'lsak-mu, Alloh subhanahu va taolo uningga ajr beradi. Shunga shu qurbonlik masalasida Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda mush nuqtani tushuntirib, o qurbonlikni o'ldirimiz shunday qimmat pul qilib. Go'sh Allohga lozim emas, uni qini Allohga lozim emas. Faqat shu pulga bir narsa sotib olib, uni Alloh yo'lida bo'g'izliq ya. Ana shuningdagi bizning taqvoligimiz, Allohning savobini ko'zlashimizdan iborat qalbimizdagi Allohga bo'lgan intilish va taqvodorlik mana shu Allohga yetadi. Va undan boshqa har qanday fidokorlik va qurbonliklarni Allohga kerak bo'lgani qilgan ishimizdan cho'ng bo'lishimiz. Hajmi emas, faqat qalbimizning rost bo'lishi, samimiy bo'lishi, ixlos bilan bo'lishi. Mana shu Alloh arziydi. Shuning uchun qalbimiz samimiy bo'lib, hech ish qilmasakmi, Alloh taolo bizga ajr beradi. Shunga Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda qanday bir odam shahid bo'lishni rostchilik bilan, samimiylik bilan so'raydi ekan, u odamga imkon bo'lmay, ko'pisi yetib o'lgan bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taolo u odamni shahidlarning o'rniga ko'taradi, yetkazadi deydi. Nimishqa Alloh kerak bo'lgan ana shu qalbimizdagi rostlik, samimiylik, intilish. Hamda qilmasakmi, niyatlam qilib qo'ysak, Alloh taolo to'liq hasana, ya'ni yaxshilik yozadi ekan. Unda biz nurg'ulg'a ishlarni niyat qilib qo'yaylik deb, hozir ko'nglimizda niyat qilib qo'ysak, bu hisobmi?
Hesapımız çoxum qilish niyeti bilan uni niyat qildik. Ammo imkon sabablik va har qanday bir sabablik uni qilamagan bo'lsak, Alloh taolo uningga to'liq bir ajr beradi degan gap. Hadisning keyingi mazmun qaydigan bo'lsak, agar bir banda yaxshi qilishni niyat qilib, shu yaxshini qilsa, Alloh taolo uning uchun qilgan amalning 10 hassidan 700 hassigacha, hatto uningdan qat-qat oshirib yaxshilik yozdiradi. Ya'ni bir yaxshilikni qilgan bo'lsak, uningga 10 dan 700 yoki uningdan ko'p savob beriladi. Bu vaqtda Alloh taolo Qur'on karimda "Men ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha." Qanday bir odam bir yaxshilik qilsa, uningga 10 savob yoziladi. Ya'ni u odam 10 savobga ega bo'ladi dedi. Bu shu odamning qilgan tirishchanligi, ixlosiga qarab 10 dan 700, hatto 700 dan ko'p savob yoziladi. Demak, bu yerdagi muhim bo'lgan masala yaxshini niyat qilish, sap ixlos bilan va shundaqla uni qilish. Alloh taolo bu haqda Qur'on karimda nurg'unlagan oyatlarda buni xabar bergan. Masalan, Alloh taolo "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Pullarni Alloh yo'lida chiqim qilgan kishining misoli shunga o'xshaydi-ki, "Kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila." Bir yagi terib 7 bashaq chiqargan, har bir bashqada 100 dan tutgan bir danga o'xshaydi. Bir danni yagi terdik, 7 bashaq chiqadi, har bir bashqada 100 dan va qancha bo'ladi? 700. Mana mushunga o'xshaydi deydi. Hadisni davomga qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir odam yomon ish qilishni niyat qilib, uni qilmasa, Alloh subhanahu va taolo u odam uchun to'liq bir yaxshilik yozdi deydi. Endi yomon ishni niyat qildi, gunoh ishdan birini. Uni qilmasa, nima uchun uning bir savob yozildi? Chunki u yomon ishni qilmaslik uchun nafs bilan kurash qildi. Shayton bilan kurash qildi. Buning uchun uningga to'liq bir savob va ajr yozildi. Bir yomon ishni niyat qildi. Qilay deb tirishdi. Ammo qilolmadi. Bir gunohni ishlaydi deb bergan mangdi, mashinasi buzilib qoldi. Yoki rasmiy niyat qildi, kesallab qoldi. Ya putsim ketdi. Buning uchun qanday bo'ldi? O'xshash gunoh bo'ldi. Qilganga o'xshash. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq bir hadis bor. Bir kishi bor, Alloh taolo uningga mol bergan, ammo ilm bermagan. U kishi melni xato yo'llarga sarf qiladi. Uningga bir odam qarab, "Kashki mening melim bo'lgan bo'lsa, men mana shundoq buzib chechib, xato yo'llarga xajlaytdim" desa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi, "U ikkisi gunohda o'xshash." Beraber dedi. Demek bir günahdan yenip onunla savab erishish uchun uni nafsimizdan kurash qilib qilmasligimiz kerak. Har bir imkonning yo'qligidan emas. Edison davomga qaytgan bo'lsak, agar bir odam yomon ish qilishni niyat qilib, ondan keyin u yomon ishni qilsa, uning uchun bir yomonlik yoziladi. Qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bir yaxshilikqa 10 dan 700 qadar, ammo bir yomonlik o'xshash. Bu Alloh subhanahu va taoloninki bizga naqadar kuyimchilikni ko'rsatdi. Chunki bizning yaxshiligimizga fazilat bilan, ortiqchilik bilan, ammo yomonligimizga adolat bilan muomala qilganligini ko'rsatdi. Bu Alloh subhanahu va taolo bizga naqadar kuyindiganligini ko'rsatdi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda "Va man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha va hum la yuzlamun." Qanday bir odam bir yomonlikni qildi ekan, uningga faqat shu qilgan yomonligi bilan jazo yoziladi. Ularga zulm qilinmaydi deydi. Demak, bu hadisimiz qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizga naqadar kuyimchilikni ko'rsatdi. Endi biz yeni bir hadisni o'qiylik. Vaqtimiz bo'lg'achqa 38-ci hadisni o'qiymiz. Bu hadisimiz bizga avliyo bo'lishni o'rgatadi. Avliyo degan kim? Avliyolikqa qanday qarashimiz buning yo'lini ko'rsatadi. Old bilan biz hadisni o'qiylik. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Abi Hurayra radhiyallohu anhu naql qilindi. O mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi. Innalloha ta'ala qal. Alloh taolo mundaq dedi. Man aadali valiyan faqad azantuhu bil harb. Kimki mening veliyimni, ya'ni bizning uyg'ur tilimizdagi avliyarimni va yoki texmat deb aytsak, mening do'stimni dushman tutadi ekan, yoki uningga dushmanlik qiladi ekan, faqad azantuhu bil harb. Men uningga urush ochaman. Va ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahab ilayya mimma iftaratuhu alayh. Bandan menga o'ziga farz qilganlarimni o'rindashdimi bakroq, suyumlik amal bilan yiqilishamaydi. Va la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Bandan menga nafl amallar orqali menga yiqilishni davomlashtiradi, hattoki oqibatda, ya'ni oxirgi natijada mening yaxshi ko'rishimga erishadi. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Agar men bandamni yaxshi ko'rsam, uni anglaydigan quloqi bo'lma. Va basqarahu alladhi yubsiru bi. Uning ko'radigan ko'zi bo'lma. Va yadahu alladhi yabtishu biha. Tutadigan qo'li bo'lma. Va rijluhu alladhi yamshi biha. Mangadigan puti bo'lma. Va la in sa'alani la u'tiyanna. Mendan so'sa uningga beraman. Va la in ista'adani la u'idanna. Mendan panah tilisa imanimga olaman. Bu hadis velilikninki Allohning nazarida qanday o'ringa ekanligini ko'rsatdi va shundaqla velilikninki yo'lni bizga ko'rsatdi. Qanday ko'rsatdi? Qaraydigan bo'lsak hadisda Alloh taolo mundaq dedi: "Kimki mening do'stimga dushmanlik qiladi ekan, men uningga urush ochaman." Xo'sh, unda bo'lsa Allohning do'sti kim? Avliyo kim? Alloh taolo Qur'on Karimda Allohning do'stining kim ekanligini, ya'ni avliyoning kim ekanligini ko'rsatib qo'ydi. O qaysi? Ala inna awliyallahi la khawfun alayhim va la hum yahzanun. Rasululloh Allohning do'stlariga, ya'ni Allohning velilariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish yo'qdir. Va shundaqla dunyoda qo'ldan ketkizib qo'yganlarni qayg'urish
ko'rish yo'qdir. Unda bo'lsa, bu oxiratda Allohning azobidan qo'rqmaydigan, ya'ni ular qo'rqinish bo'lmaydigan va shundaqla qo'ldan ketkizib qo'yganiga qayg'urmaydigan bu Allohning do'stlari, velilari kim? Allazina amanu va kanu yattaqun. Ular bo'lsa Allohga ishongan va Allohdan qo'rqqan, taqvodor bo'lgan kishilar deydi. Demak, men mu'min deb qo'ygan qilam Allohning do'sti bo'lolmaydi. Uning sharti qaysi ekan? Taqvo bo'lish. Taqvolikni qanday qo'lga keltiramiz? Biz ilgari darslarimizda taqvolik degan nima? Uning erishishning yo'llari nima? Qanday qilsak taqvolikni ching tutqili bo'ladi, muhofazat qilgili bo'ladi? Buni biz so'zlab bo'ldik. Shuning uchun takrorlamaymiz. Ammo bu oyat valilikninki, ya'ni Allohninki do'sti bo'lishning asosini bizga xabar beradi. Uning lekin hadisning davomini qaraydigan bo'lsakmi, ya'ni shu Alloh subhanahu va taoloninki do'sti bo'lishningki bir qanchani biz ko'rsatdi. O qaysi? Hadisning davomini qaraydigan bo'lsak, bandam menga o'ziga farz qilganlarimni o'rindashdimi, bakroq suyumlik amal bilan yaqinlashamaydi deydi. Ya'ni men Allohga yaqin bo'lay. Yaqin bo'lish degan nima gap? Do'sti bo'lay. Allohning velisi bo'lay deydi ekanmiz. Birinchi qilgan ishimiz Alloh bizga farz qilgan ishlarni o'rindash. Bu velilikninki, Allohninki avliyosi, ya'ni do'sti bo'lishninki tunji qadami. Ya'ni farzni to'liq bijandil ado qilgan odam eng tuvan darajadagi avliyo bo'ladi. Allohning do'sti bo'ladi. Endi darajamizni o'ltishning yo'li qaysi? Yuqori darajadagi avliyo bo'lishning yo'li qaysi? Hadisning davomida buni deb qo'ydi. Bandam menga nafl amallar bilan doim yiqilishidi, oqibatda natijada men yaxshi ko'rishimga erishadi. Ya'ni Allohning do'sti bo'ladi. Demak, Allohning do'sti bo'lishning yo'li Allohga ishonish, taqvo bo'lish oyatda deyilgandek. Va shundaqla Alloh taolo bizga farz qilgan ishlarni bijandil o'rindash. Nima Alloh taolo bizga farz qilgan ishlar? Namoz, ro'za, zakat. Buni bilamiz shundaq-ku. Bu bir kishilik ish. Cho'qim qilishimiz kerak. Undan boshqa Alloh subhanahu va taolo bizga yuklagan nurg'unlagan majburiyatlar bor. Bizga farzlab ketgan ishlar bor. Bizga o'xshash zulmga uchragan kishilar bir kishilik yashasi bo'lmaydi. Va shundaqla bir kishilik ibodatni ado qilib, men farzlarni ado qildim deb o'ylab qololmaydi. Chuqur millatninki har qanday taraf bo'lsa, bir tarafini taraqqiy qildirish uchun, zulmdan qutuldirish uchun bo'lamdi. Va jaholatdan qutuldirish uchun bo'lamdi. Chuqur bir kollektiv xizmatga qatnashish kerak, atlanish kerak. Buni bizning ustimizga Alloh subhanahu va taolo farz qilgan ishlarni birisi. Mana bu shunday farz ishlarni qilgandan keyin biz tuvan darajadagi Allohninki velisi bo'lamiz. Ondan keyin nafl amallarni qilib versak, ya'ni farz amallarni qilib bo'lgandan keyin nafl amallar degan qanday amallar bizga belgilanmagan, ammo ixtiyoriy shaklda qilsak bo'lgan amallar. Masalan, buniki shaxsiy, xususiy ishlarni misol qilsak, nafl namoz o'qish, tahajjud o'qish, Qur'on o'qish, duo qilish, istig'for aytish, ma'ishlar. Ammo kollektiv shakldagi umumiy xizmati. Masalan, qorin bo'lsak, bolalarning Qur'on savodini chiqarib qo'yish. Ahli ilm bo'lsak, boshqalarga diniy bilimlarni berish deymiz. Bu ma'lum kishilarga bu farz bo'ldi, ammo shu farzni ado qilib bo'lgandan keyin qila oladigan har qanday bir bizga yuklanmagan ishlar bor, shular nafl ibodatlar bo'ladi. Mushlarni qilaversak, farzlarni qilib bo'lgandan keyin Alloh taoloninki yaxshi ko'rishiga erishamiz. Allohning do'sti bo'lamiz. Allohning yaxshi ko'rishiga erishsak nima bo'ladi? Nima bo'lganligini Alloh ko'rsatib qo'ydi. Avliyo bo'lsak nima bo'lganligini bizga Alloh taolo ko'rsatib qo'ydi. Avliyoning qanday bo'ldi bilamizlar? Qarab baqalamda hadisning davomiga. Men bir bandamni yaxshi ko'rsam, ya'ni bir banda mening velim bo'lsa, do'stim bo'lsa, men, ya'ni Alloh taolo deydi, men uning anglaydigan quloqi bo'laman deydi. Ya'ni men uning anglaydigan narsalarga yordam qilaman. U to'g'rini anglaydi. Va shundaqla manfaatlikni anglaydi. Ikki odam o'xshash dars o'qiydi, o'xshash narsa tingshaydi, ammo men uning quloqi bo'lsam, ya'ni bir kinoy qilingan so'z, men uning quloqi bo'lsam, u foydaliqni anglaydi. Shunda esida tutib oladi. Uning ko'radigan ko'zi bo'laman deydi Alloh taolo. Ya'ni u to'g'rini ko'radi. Manfaatlikni ko'radi. Manfaatlik narsalarni tutib oladi. O'xshash ikki odam bir xil narsani ko'rishi mumkin, ammo birisi manfaatlikni ko'rishi mumkin. Qanday odam manfaatlikni, to'g'rini ko'radi? Allohninki velisi bo'lgan, do'sti bo'lgan odam. Demak, Allohning velisi bo'lish mana shunday o'ringa ko'taradi. Va undan boshqa, men uning tutadigan quli bo'laman, mangadigan tuti bo'laman deydi. Demak, bir odam Allohning yaxshi ko'rishiga erishib, Allohning velisi bo'lsa, avliyo bo'lsa, u odam anglagan ishlarda bo'lsin, ko'rgan ishlarda bo'lsin, so'zlagan so'zlarda bo'lsin, mangan yerlarda bo'lsin, tutgan ishlarda bo'lsin, u Allohning ilhomi bilan ma'nida to'g'rini qiladi. Hikmat bilan so'zlaydi, hikmat bilan ish qiladi, unumli ish qiladi. Ma dunyodami to'g'ri bo'lgan yo'llarda natija qozonadi, oxiratdami natija qozonadi. Uning ig'izlarini hikmat to'kilib turadi. Bekor gapni anglamaydi, haromni anglamaydi, haromni ko'rmaydi, haromdan seskinadi. Mana shunday Allohning ilhomi uning hamma a'zolarida aks etadi deganlik. Şu an Allah'ın velisi buluş, mana shunday yuqori o'ringa bizni ko'taradi. Va shundaqla men bir bandani yaxshi ko'rsam, mendan so'si birman deydi. Demak, Allohning velisiningki duosi ijobat. Shuning uchun bizda buruladi batdi. Taqvodor kishilarni qashib qo'yib duolatdik-ku masalan, hozir yo'qolib ketdi. Chunki hammamiz taqvodor bo'lib ketdik. Amaliyotda haqiqiy biz Allohning bu odam do'sti deb ishnasak, bir odam taqvolikqa u odamdan mana duo qilib qo'ying deb tilasak bo'ladi. Chunki Alloh taologa yaqin bo'lganlik uchun duo qilib qo'ysa, duosi ijobat bo'lishi mumkin. Bu hargizmi Alloh bilan o'zimizning o'rtasidagi bir kishini vasita qilganlik emas, balki bu shirkka bo'lmaydigan bir ish. Va shundaqla hadisning davomida mendan panoh tilasa, himoyamga olaman deydi. Demak, Allohning velisi bo'lgan odamninki anglagan, ko'rgan, mangan, tutgan ishlari hammasi Allohning ilhomi bilan bo'ldi ekan va shundaqla duosi ijobat bo'ldi ekan va shundaqla Allohning himoyasiga
erishidi ekan. Mana shunday fazilatga erishtiradigan valilikning yo'llari qaysi? Biz yuqorida deganimizdek iymon, taqvolik, farz ibodatlarni bejandil ijro qilish, undan keyin nafl ibodatlarni davom qilish. Mana shu yo'llar bilan biz Allohning valisi bo'la olamiz. Allohning valisi bo'lgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bizni shunday himoya qiladiki, hadisning 5 deyilganda kimga bizga dushmanlik qiladi ekan, uningga Alloh kifoya qiladi. Allah onunğa urush e'lon qiladi. Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz mushu yerda oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu Allohning velisi bo'lgan nisb qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasul